Birinchi topshiriq. Bu topshirig'imiz avtomobil va yuk mashinalari haqida gap ketadi. Tezlik, vaqt haqida ma'lumot keltirilgan. Masalamiz: yengil avtomobil 90 km/soat tezlik bilan harakatlanmoqda. 30 daqiqadan keyin yo'lga chiqqan yuk mashinasining tezligi esa 110 km/soatni tashkil qiladi. Agar keyingi bekatgacha 40 km masofa qolgan bo'lsa, qaysi biri birinchi bo'lib yetib keladi? Masala matnida yashiringan so'zni toping. Bu oddiy tezlik masalasi emas, balki diqqat va mantiqni tekshiruvchi topshiriq hisoblanadi. Bu topshiriq mantiqiy bo'lib, unda tezliklar chalg'itish uchun berilgan. Bundan asosiy vazifa masala ichida yashiringan savolni topish.